alaykum akalar. Mana 11-yanvar kuni Absamatjon ko'liga. Xudo xolisa 150 kilo baliqlar tutiladi akalar. Kattasi mana shunaqa bo'ladi akalar. Vat jonivor. Kattasi akalar mana ko'ryapsizlar. Mana taroziga ham bitta qo'yib ko'rsataylik, necha kiloligini ham bir ko'rib bilamiz. Mana akalar 100% yoqsiz sazanamiz. Bo'ldi. Rasa rovni 3,5 kilo ekan akalar. Kamida mana shu baliqdan 10 ta tushadi akalar. Kamida. Kattasi mana shu bo'ladi. 2 kilolik baliq bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Akalar, bemalol shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqasizlar. Ko'lchani aka nomeri sizlarga lokatsiya ham tashab beriladi. Shu yozuvda yozsalaring Mamadali maqsadlar chiqadi. Unda ham Telegram guruhlarimiz bor. Qo'shib ham guruhlarimiz akalar. Bemalol kelib, o'g'di qilib, damda olib ketaverasizlar. Namoz o'qigan sharoitlarimiz ham bor. Issiqxonalar bor. Obedda kunliga osh qilib beriladi. Bitta chinisi 10 ming kursi. Maza qilib damda olib, issiq ovqatli, issiq joylarda o'g'di qilib damda olib ketaverasizlar akalar. Yana nima kerak? Sizlar 50 ming to'lov qilasizlar bo'ldi. Obedlaringni qilib beradi, baliqlarni to'kib beradi. Bemalol damda olib ketaverasizlar. Shu xolos sizlardan ketib olasiz.